O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Dunyo axborot agentligi namoyish etadi. Diplomat Bolajon va axborot jangchilari maxfiy missiya. Aksiya. Bu havolaga bossang, tugmacha ustida g'ajir-gujur sovg'a bor. Bu shubhali. Fake'larga qizil yorug'lik. Biz tekshirilmagan manbalarga ishonmaymiz. Fake'lar bloklandi. Axborot xavfsizligi 100%. Bizning maxfiy missiya faqat ishonchli axborot bilan do'stlashish. Fake'larga yo'l yo'q. To'g'ri axborot bizning do'stimiz. Axborot jangchilari haqiqat qahramonlari. Yosh diplomatlar kabi aql bilan tanla.